Assalomu alaykum, kelajak mediklari. Biz sizlar bilan oldingi darslarimizda atomga xos bo'lgan hisob-kitoblarni amalga oshirdik. Ya'ni atomning tarkibida nimalar bo'ladigan bo'lsa, ya'ni proton, elektron, neytron, ularni hisob-kitob qilishni o'rgandik. Atomning o'zini massasini o'rgandik. Ana endi atomga doir deyarli bizga kerakli bo'lgan, boshlang'ich qismda kerakli bo'lgan hisob-kitoblarni o'rganib oldik. Ana endi molekulaga doir tushunchalar bor. Mana shularni o'rganib o'tishimiz kerak bo'ladi. Bugungi darsimizning mavzusi demak kimyoviy formula ekan. Kimyoviy formula deb nimaga aytiladi? Moddaning tarkibini kimyoviy belgi va indekslar yordamida foydalanishiga aytiladi. Ya'ni mana bu ko'rib turganlaringiz hammasi kimyoviy formulalar ekan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, har birida kimyoviy belgi va indeks bor. Ya'ni misol uchun H2O ko'rib turgan yashillaringiz demak kimyoviy belgilar. Buni oldingi darsimizda kimyoviy belgi deb tushuntirib bergandim. Ya'ni Berzelius fanga kiritgan deb to'g'ri. Ular kimyoviy belgiligini bilishingiz shart. Indekslar nima desa, indekslar ularni pastida foydalanadigan sonlar, ya'ni mana bu 2 ko'rib turibsiz, mana 2, 4 qizil bilan foydalangan har bittasi indekslar deb ataladi. Demak, mana shu kimyoviy belgi va indeks bo'ladigan bo'lsa, bunga kimyoviy formula deb ataladi. Ana endi savol tug'iladi. Mana bu kislorodning pastida son bo'lmasa, bu degani kisloroddan yo'q degani emas. Bu yerda kisloroddan bor, o'zi kislorodning o'zi bittani ifodalaydi. Lekin ikkita qilmoqchi bo'lsangiz, pastiga 2 indeks qo'yish orqali ifodalaysiz. Demak, bir indeksimiz yozilmaydi degan, yozilmaydi. Chunki o'zi bitta yozdingizmi, o'zi bir borligini ifodalaydi-da. Misol uchun oltin yogurtdan bitta ko'rib turibsiz, to'g'rimi? Bir yozsangiz ham, yozmasangiz ham hech narsa o'zgarmaydi-da. Shuning uchun bir indeks yozilmaydi. Kimyoviy formula orqali quyidagilarni bilib olsak bo'ladi. Birinchisi sifat tarkibi. Sifat tarkibi degani modda nimalardan tashkil topganligini bildirib turadi. Sifat tarkibi. Ya'ni mana shu kimyoviy formulaga qarab, modda nimalardan tashkil topganligini ayta olasiz. Ya'ni vodorod va kisloroddan tashkil topgan. Misol uchun mana bu sulfatga qarab, vodorod, oltin yogurt, kisloroddan tashkil topgan. Yokida bo'lmasa mis, oltin yogurt, kislorod, vodorodlardan tashkil topgan misol uchun. Misol uchun kalsiy, uglerod, kislorod, magniylardan tashkil topgan deb aytamiz. Bu uning sifat tarkibi deyiladi. Sifat tarkibi deyilganda, ya'ni necha xil elementdan tashkil topganligi nazarda tutiladi. Ya'ni misol uchun bozorga borganda buni sifati nima edi desa, paxta deydi. Bu uni sifatini bildiradi. Sifat nima edi desangiz, paxtadan nimadan deysiz? Paxtadan. Sifati yaxshi ekan deysiz. Bu ham xuddi shunga o'xshagan narsa. Endi siz kiyimni olib, misol uchun kiyimning tarkibiga qarasangiz, paxta misol uchun 90%. Paxtasi ko'proq ekan miqdori deb, siz uni miqdorini aniqlaysiz. Sifati paxtaligi, uni miqdori orqali necha foizligini aniqlab olasiz. Bunda ham xuddi shunday kimyoviy formulaga orqali demak sifatini aniqlab olsangiz bo'lar ekan va miqdor tarkibini. Misol uchun sizga savol bersam, bitta suv molekulasida nechta atom bor desam aytib bilasiz? Jami 3 ta atom bor. Ikkitasi vodorod, bittasi kislorod deysiz. Misol uchun H2SO4 sulfat. Sulfatning tarkibida, kislota tarkibida nechta atom bor desam, qarab sanab bilasizmi? 2 ta vodorod, bitta oltin yogurt, 4 ta kislorod. Endi bir yozilmaydi bilamiz. 2, 1, 4 ni qo'shadigan bo'lsak, jami 7 ta atom bor deb ayta bilasiz. Demak, bu uning sifat tarkibi, miqdor tarkibi ekan. Aynan misol uchun alohida aytsangiz ham bo'ladi. 2 ta vodorod, bitta oltin yogurt, 4 ta kislorod. Endi masala shartida nimani so'raydigan bo'lsa, shunga qarab vazifalarni bajaraverasiz. Misol uchun alyuminiy sulfat. Endi mana bu qavslarning tashqarisidagi son, matematikaning tashqarisidagi son kabi ichkaridagilarga ko'paytiriladi. Ya'ni har biriga oltin yogurtga ham, bu kislorodga ham tegishli degan. Demak, nechta alyuminiy bor desa, tarkibida 2 ta alyuminiy bor deysiz. Bundan keyin nechta oltin yogurt bor desa, 3 ni oltin yogurt indeksida 1 turibdi degan, to'g'rimi? 1 yozilmaydi. 3 ni 1 ga ko'paytiradigan bo'lsangiz, 3 ta oltin yogurt bor deysiz. Nechta kislorod desangiz, 3 ni 4 ga ko'paytirasiz. 12 ta kislorod bor degan. Endi kimyoda mana bularni ham berib o'tdim. Mana bunaqa ko'paytiruv belgilarini ko'rasiz. Ko'paytiruv yo mana shunaqa shakllar, qisqasi ko'paytiruv ma'nosini beradigan shakllar. Bu ikkita demak molekulaning o'rtasida ko'paytiruv belgisini ko'radigan bo'lsangiz, endi ikkita kimyoviy formula deylik. Ikkita kimyoviy formula oldida o'rtasida ko'paytiruv ko'rsangiz, bu ko'paytirish emas, bog'lash degan ma'noni beradi. Ya'ni bu bitta kimyoviy formulani ifodalaydi degan ma'nosi, tushundingizmi? Bunda ham xuddi shunday. Bog'lash degan ma'noni beradi. Bunda ham misol uchun so'rasa, bitta kalsiy, bitta magniy, 2 ta uglerod va 6 ta kislorod bor deb aytasiz. Misol uchun bunda endi mana bu yerda koeffitsient degan tushuncha bor. Hozir buni keyinroq gaplashishimiz kerak shu mavzuda, lekin koeffitsient degan tushuncha bor. Kimyoviy formulalar yonida qo'yiladigan katta raqamlarga koeffitsiyentlar deyiladi. Misol uchun mana shu tarkibida nechta kislorod bor deydigan bo'lsangiz, demak 4 ta, mana bunda bitta demaysizda, mana bu 5 ikkalasiga ham taalluqli. Vodorodga ham ko'paytirasiz, undan keyingi turadigan kislorodga ham ko'paytirasiz. Demak, kislorodimiz 5 ta, mana bu 4 ta bilan jami 9 ta kislorod bor degan.
Vodorodi nechta desa 5 ni 2 ga ko'paytirasiz. 10 ta vodorodi bor degani. Tushundingizmi? Bu miqdor tarkiblari. Sifat desa, mis, oltin gul, kislorod vodoroddan tashkil topganligi uning sifat tarkibini ifodalaydi. Va bu bitta molekulani ifodalaydi. Kimyoviy formula. Bitta molekulasini ifodalaydi, bitta molekulasini miqdor tarkibini ifodalayapti hozir. Ana endi savol tug'iladi, H-xlor kimyoviy formula desak bo'ladimi, yo'qmi? Chunki indeks yo'q-ku deysiz. Lekin buni tushuntirib o'tdim. Demak, indekslarda son berilmadi degani bular nechtadan bor degani? Bitta vodorod, bitta xlor degani. Bir yozsangiz ham, yozmasangiz ham o'zgarmaydi. Ya'ni bu ham kimyoviy formula. Faqat indeksdagi birlar yozilmagan. Sababi yozilmaydi qoida bo'yicha. Ana endi koeffitsient degan tushunchani tushuntirdim. Misol uchun kimyoviy formula suv oladigan bo'lsak, uni yonida istalgan bitta raqam qo'yadigan bo'lsak, kattaroq raqam bu demak koeffitsient deb ataladi. Koeffitsient demak nechtaligini bildiradi. Misol uchun H2 olsangiz bitta molekula ifodalasa, endi 6 qo'ydingiz yoniga 6 ta suv molekulasi bor degani. 6 ta suv molekulasida vodorodlar demak 12 ta vodorodi bor va 6 ta kislorodi bor. Aytib o'tganimdek, bu ikkalasiga ham ta'sir qiladi. Ana endi kimyoviy formula va koeffitsiyentga doir masala qismida, amaliy qismida bunaqa masalalar nisbatan xilma-xil berilgan. Shularni ishlash orqali demak bilimlaringizni rivojlantirsangiz bo'ladi. Bu paragrafimiz tugadi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.